Bemorimiz mana ko'rishingiz mumkin, yosh bola, surunkali quloq oqadi, Qozog'istondan murojaat qilgan. Qozog'istonda faqat buni quloqni yuvgan, boshqa davolechini qilinmagan. Hozir quloqdan bakpasiv olib, tushuntirib beramiz. Qaysi antibiotikka chuvsvetilligini, qaysi antibiotik ta'sir qilishini. Har xil antibiotiklarni qo'llash mumkin emas bunaqa holatda. Qulog'i tez oqadigan bemorlar buni albatta bilish kerak. Ayniqsa yosh bolalarda surunkali quloq oqqan payti davolash uchun bakpasiv qilinadi, ya'ni olingan surtma ko'rilib, shunga mos antibiotik tanlanadi. Buni albatta qilish kerak. Aks holda quloq oqish to'xtamaydi va bora-bora eshitish pasti kallikka olib keladi. Buning uchun mana bunaqa maxsus laboratoriyadan tayyor proberkalar bo'ladi. Bular sterilni, maxsus tayoqcha, mana paxta bilan o'ralgan, travma bo'lmasligi uchun tashqi yuvish yo'li orqali quloqga kiramiz. Mana sekin va o'sha chiqayotgan yeringni yanada botiramiz. Qo'ying mamatchi. Bo'ldi. Sal qil. Maxsus idishga solib tekshirish uchun laboratoriyaga beramiz.